Yo, hammaga salom o'rtoqlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Sizlar bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'lib ketdi. 2 oydan oshdi menimcha oxirgi marta futbol haqida video qilganimda. Sizlar bilan gaplashgan edik. Xullas, men yaxshi life update deydi inglizchada, ya'ni hayotda nima yangiliklar, nimalar bo'lyapti, nimaga yo'qolib ketdim. Shu narsalar haqida ozgina birinchi o'rinda sizlar uchun emas, o'zim uchun, ya'ni yangiliklar nima bo'lyapti, ya'ni hayotim qanaqa ketyapti, shu narsani o'zim uchun ham birinchi bilasizlar, YouTube kanalimni nima deydi, kelajakda ko'rish uchun ham ko'p yuritaman. Shu uchun videoni qo'ymoqchi bo'ldim shu mavzuda. Ikkinchidan, mabodo kimlargadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda ishlayapman, bilmadim, yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Orqamda tandur kebab, shu joyga o'tganman. O'tgan safargi videolarim davomida misol o'sha videolar olgan paytim boshqa joyda ishlardim. Turk restoranida uni oldin ham ishlaganman, chiqib ketganman. Uni videosini qo'yganman kanalga, ko'rishinglar mumkin. Ya'ni oldin ishlagan paytimda video olganman. Xullas, hozir imtihonlar o'qish tugay deb qoldi. Hozir masalan 5-iyunda olyapmiz. Bir oyda o'qish tugab ketadi, Xudo xolasa. Bu yoqqa o'tganman, bu yoqda tipa ish boshqaruvchi bo'lib ishlayapman. Qiziq bo'lsa keyinroq ichkarisini obzor qilib beraman sizlarga. Kommentariy yozinglar. Kanalda aktivni ko'tarmoqchiman. Yana bilasizlar, orada yo'q bo'lib qolaman. Undan keyin yana videogim keladi. Xullas shunaqa, ko'p gapirmoqchi emasman. Qisqa, lo'nda video qilmoqchiman. Ideyalarim bor, bir ikkita video chiqaraman, yana kutib turinglar. Xullas, hayot shunaqa. O'zingizlarda nima gaplar? Hammasi yaxshi ketyaptimi? O'qishinglar, ishinglar, nima yangiliklar? Yozishinglar mumkin. Kim Polshaga kelishga qiziqyapti hali ham, masalan, Polshaga kelmoqchi bo'lib, meni kuzatadiganlar bo'lsa, yaqinda keyin sayohatimiz bor. Sayohatga boramiz. Xudo xolasa, bilib olasizlar, bir oy ichida sizlar bilan ikkita zo'r shaharga boramiz. Bitta borganda. Shuning uchun aktiv bo'lib turinglar. Har xil videolar kutib qolinglar. Komment yozinglar, like bosinglar, конечно. Sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.